Oyi. Assalomu alaykum oyijon. Menga qara o'g'lim, nega olib kelding buni? Yo'qot ko'zimdan. Hey! Uchur og'zingni. Bu uyda men xo'jayinman. Yangi yil oldi assortimentni ko'paytirib yuboribsiz-a, ko'z tegmasin. Ha, shunaqa. Bayram oldi, xalq qo'yilib, arzon, sifatli mollarni ko'paytirib tashladim. Nodirboy, telefoningizni ko'tarmaganingizga o'g'lim bilan keldi ishxonangizga. Qizimni sizlarga berib, xato ish qildim. Erkak kishini gapi o'tmaydigan xonadonligini bilganimda, ikki dunyoda ham rozilik bermas edim. Xudo, menga ishoning. Bundan buyog'iga boshqacha bo'ladi. To'g'rimi o'g'lim? Behruz, kelinni xonasiga olib kir. Bu uyda meni hech kim eshitmas ekan, meni o'lgan deb hisoblaylar. Men o'g'lim bilan bu kelinni baribir yashatmayman. Seni ham qizing kimnidir xonadonida kelin bo'lib yashayapti. Qizingdan qaytishdan qo'rqqan. Oyijon, tuzukmisiz? Men dorini ichib oling. Oyijon, qaynatma sho'ri ham tayyor bo'lib qoldi. Hozir olib kelaman, issiqqina ichib olasiz, xo'p? Oyijon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, olib keldingizmi? Voy, men bu savil hali ham shoddami, opa? Haydab boruvdingiz-ku. Voy, qizim qilyapti. Alo, voy, nima? Ovqat? Uyingga kirganda yotgin, qaynanangni o'zi qilsin kerak bo'lsa ovqat. Eri agar bir nima desa, men kasalman deb aytdim. Ha, bo'pti. Ko'rdingizmi, opa? Ikki qat qizimga qaynanasi ovqat qildirayotganmish. Ha, yoqmay qolsin. Cho'rimi meni qizim? Kelin bo'lgandan keyin qaynonani xizmatini qiladi-da. Yaxshi ham seni gapingga kirib, guldek kelinimni haydab bormanman. Agar yana uyimga kelib, kelinimni yomonlaydigan bo'lsang, umuman kelmay qo'ya qol. Singlim